Madina-i Munavvara shunaqa joy. Oy birodarlar, Madina-i Munavvara zamzam ichib xurmo yeydigan joy bilib qo'yinglar. Maishat qiladigan joy emas bu. Rasululloh tufayli biz maishatimizni tark qilmaymizmi? Rasulullohni sog'inganligimizdan boramiz ega. Yayrab yashnab villalarda turadigan, 5 yulduzlarda turadigan uchun ketmayapmiz biz bu yerda. Biz unga emasmiz. Rasulullohga dardimizni aytgani ketyapmiz. Salom bergani ketyapmiz. Farzandlarimiz, hali boronmaganlarimiz, qarindosh urug'larimiz qancha bizga Rasulullohga salom ayting deydiganlari qancha. Ana shularga salom shuni yetkazishlik uchun ketyapmiz biz bu yerga. Niyatimizni chiroyli qilib olaylik. Alloh hammamizga chin ixlos bersin. Muhabbat